hech qachon hech kimga sen bu narsani qila olmaysan deb ko'ziga qarab gapirmaydi. Yurakda dog' qolar ekanda. Menga chunki bitta og'aynim, mening ismini aytmayman, shunaqa botirib gapirganda. Shunaqa botirib gapirgan, menga aytganki, Davron degan, san degan. Men shu jahon chempionati haqida, planlarim haqida gapirib ketyapman, haligi ko'nglimni ochib unga. Men qaragan oshna bir realist bo'lgan degan. Sen hech qachon jahon chempionatiga bora olmaysan degan. Sen hech qachon men sen ko'zingga qarab gapiryapman, hech qachon jahon chempionati. O'zbekistonga qo'ndim, shu bolani ko'ziga qarash niyat bor edi faqat. Shu ko'ziga qarasam bo'ldi, men boshqa hech narsa, polni qarsam. $1200 pul qaytarishga, men qanday qaytarishni bilmayman. Oyligimdan qaytarsam, men hech narsa yemay 1 yil shu oyligimni berishim kerak hammaga. Shunaqa положениеdaman, lekin shunaqa ichki xotirjamlik borki, xuddi bir dunyoni qoyillatib keldimda, jahon chempionatidan 100-o'rinni emas, 1-o'rinni olib kelgandek qaytganman. Birinchidan mana ikkita narsa deylik. Birinchidan hech qachon hech kimni yuziga qarab unaqa gapirmaslik kerak ekan. Sen qila olmaysan. Даже qila olmasa ham-da. Qila olmasa ham, balki endi bu bilmaysiz-ku, kim nima qiladi oldindan. Ikkinchidan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki qo'lingizdan keladimi, kelmaydimi, kelmaydigandek tuyulyaptimi, hamma yoq yopig'imi, baribir harakat qilish kerak ekan-da. Yutish-yutmasligingizga garantiya yo'q. Может быть, men bora olmasdim. Agar harakat qilmaganimda точно bormasdim. Shunisi ham bor-da. Agar harakat qilmagan 100% men bormasdim, katta ehtimol bilan siz bilan ishda o'tirmasdim, Temurbek. Katta ehtimol bilan Toshkentga kelmasdim, katta ehtimol bilan maktabda ishlab yurgan bo'lardim hozir. Bitta shu yengilmaganim shuncha ish qilib berdi.